Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. Bugun sizlar bilan BSB va CSB tahlillarini Excel dasturisiz juda ham oson usulda yasab olishni o'rganamiz. Hozirgi kunda bizdan 3 xil turdagi BSB va CSB tahlillarini yasash so'ralmoqda. Birinchisi mana bu ko'rinishda, ya'ni savollarni bilish, qo'llash, mulohaza turiga ajratib tahlil qilish, ya'ni bu asosan CSBda, BSBda ham ba'zilarda so'raladi. Xo'p, ikkinchi ko'rinishi mana bunaqa oddiy foiz ko'rinishiga keltirib olib tushuntirish bo'ladi. Bunda topshiriqlar, ballar hammasi foizi ko'rsatiladi. Xo'p, uchinchi ko'rinishi esa butun bir 5-6 sinflar uchun yoki boshqa bir sinflar uchun to'liq diagramma holatini tuzish so'ralmoqda. Endi bu umumiy maktabni o'sha ustama foizlari uchun har bitta o'qituvchi tuzib olishi kerak. Excelda ko'pchilik mana bunaqa tuzib olishga qiynaladi. O'shaning uchun biz analiz dasturidan juda ham oson usulda tuzib olishni o'rganamiz. Analiz dasturini manzilni qoldirib ketaman video oxirida. Xo'p, dastur ko'rinishi quyidagicha bo'ladi. Bu dastur juda ham oson tuzib beradi. Uzog'i bilan 2-3 daqiqada tuzib olsangiz bo'ladi. Istalgan jadvallarni, istalgancha sinf uchun. Birinchi tanlanadigan narsamiz bu yoqda imtihon nomini tanlab olamiz. Mana birinchi BSB farqi xohlasak yozsak ham bo'ladi qo'lda. Xo'p, hozir misol tariqasida biz birinchi CSBni ko'rib chiqamiz. Fanni tanlab olsak ham bo'ladi, yozsak ham bo'ladi, farqi yo'q. Mana hozir misol uchun algebrani tanlaymiz. O'qituvchini ham tanlab olsak bo'ladi yoki yozib olsak bo'ladi. Savollar sonini ham tanlab olsak bo'ladi yoki yozib olamiz. Misol uchun 5 ta. Xo'p, ana endi mana bu yoqda imtihon turida ikkita narsani tanlashimiz mumkin. Bilish, qo'llash, mulohazaga ajratib yoki ajratilmasdan. Ya'ni boya ko'rsatganim birinchi ko'rinishda yasamoqchi bo'lsak, bu yoqda imtihon turini birinchi bilish, qo'llash, mulohaza o'zi turgan bo'ladi. Dastur ochilganda. O'sha tanlab olamiz. Ikkinchi ko'rinish kerak bo'lsa, mana bunaqa ko'rinish kerak bo'lsa, ajratilmasini tanlab olamiz. Ya'ni bu yoqda ajratilmasda imtihonni o'sha savollarning turini yozib qo'lda yozib ketsak bo'ladi. Bunda esa bilish, qo'llash, mulohazaga ajratish esa o'zi avtomatik ballarni kiritgan zahotimiz ajratib beradi dasturni o'zi. Misol uchun birinchi savol misol tariqasida yozib ketaman, 10 ball. Ikkinchi savol 15 ball misol uchun. Keyingi savol ham 10 ball. To'rtinchi savol misol uchun 5 ball. Xo'p, keyingi savol misol uchun buni ham hozir bu yerda qo'shib hisoblaydigan bo'lsak 20-40 ball bo'ldi, 10 ball deylik. Asosan endi 50 ball bo'lgani uchun CSBlarimiz shunaqa tarzda tuzib oldim. Bilish, qo'llashga mana ko'rib turganingizdek har bitta savolni o'zi avtomatik dasturni o'zi ajratib beradi. Bizlar xohlasak buni o'zgartirsak ham bo'ladi. Misol uchun birinchisini bilish qilib olsak bo'ladi yoki mulohaza qilib olsak bo'ladi. Farqi yo'q buni. Hozir qo'llashga qaytib qo'ydim. Undan keyin esa shu ballarga mos tushadigan sinflarni tanlaymiz. Bu yerda endi men o'zimni maktabim misolda tuzib chiqaman bu dasturni. Misol uchun to'liq 5-sinflarni tanlayman. 5-A sinf tanladim, sinf qo'shish qilaman. 5-B sinf tanladim, sinf qo'shish qilaman. 5-V sinfni tanladim, sinf qo'shish qilaman. Bu yerda sinflar qo'shildi. Mana bu yerda misol uchun 6-A sinfni ham tanlayman. Tanlagan vaqtimda o'quvchilarni qo'shib o'chirish imkoniyati bor bu yerda. Mana misol uchun tanlab olib o'quvchini o'chirishimiz mumkin. Hozir bu yerda cheklov deb qo'ygan, chunki men dasturga cheklov kiritib qo'yganman. Buni Telegram dasturimga tashlab qo'yaman. O'chirish imkoniyati bo'lmaydi. Qo'shish imkoniyatini ham faqatgina bitta o'quvchi qilib qo'yganman. Agar dasturni yasab berish kerak bo'lsa, bu cheklovni olib tashlayman albatta. Xo'p, mana yangi o'quvchi qo'shsak ham bo'ladi. Abdullayev misol uchun yangi o'quvchi qo'shish bosaman, mana bu yoqda mana oxirida qo'shiladi bu o'quvchi. Xo'p, keyingi o'quvchini qo'sha olmayman, bu cheklov sabab. Qo'shildi. Endi hozir men cheklov kiritib qo'yganman dasturga. Hozir 3 ta o'quvchi ham qo'shildi. 4 ta o'quvchi. Xo'p, bu cheklov olib tashlangan bo'ladi. Misol tariqasida guruhga tashlab qo'yaman bu dasturni. Aynan o'zim maktabim uchun yasab olsanglar bo'ladi. Mana 3 ta sinf tanladim. Endi 3 ta sinf uchun
yasab olaman Excel jadvalini. Buning uchun ballarni kiritishga bosaman. Bu yoqqa har bitta savol uchun har bitta o'quvchiga ballarini terib chiqishim kerak bo'ladi. Mana bu qismiga. Pastga tushirsam, g'ildirakcha aylantirib pastga tushib ketaveradi o'quvchilar uchun. Xo'p. Ana endi mana bu jami qo'lda ustuni bu o'zingiz maktab, ya'ni jurnalga qo'ygan baholarni shunchaki yozib chiqsangiz bo'ladi. Чтобы adashib ketmaslik uchun o'zingiz yozib chiqsangiz bo'ladi. Yozib qo'ysak bo'ladi. Bu jamiga ham mabiyodagi kataklarga ham ta'sir qilmaydi. Prosta eslatma uchun yozib chiqasiz mana. Bu jadval Excel yaratganimizda hozir mana buni bossak Excel jadval yaratiladi. Bu ta'sir qilmaydi. Xo'p. Misol uchun mana bu o'quvchiga ballarni terib chiqaman. 20 ni kiritmoqchi bo'lsam, mana kiritilmaydi. 0 bosyapman, kiritilmayapti. Chunki bu savolga 10 ball maksimal berish mumkin. 10 ball berdim, keyingisiga 6 ball beraman. Misol uchun bunga 7 ball, bunga 8 ball. 8 bosilmadi. Chunki 5 ball o'zi, savolni o'zi 5 ball. Xo'p, 5 ball beraman, bunga misol uchun 9 ball beraman. Mana 37 ball jami avtomatik chiqib keldi. Bu yerda 26 ball ekan, bu yoqni shunga moslab o'zgartirsak bo'ladi. Uni farqi yo'q. Buni o'chirib qo'yaman. Bu kerak emas. Bu ustimizga umuman. Keyin hammasini terib chiqqanimdan keyin tayyor faylni saqlashni bossam, o'zi Excel jadvalini yasab beradi. 5-B sinfga o'tish uchun keyingi sinfga o'taman. Mana 5-B sinfga o'tdi. Keyin yana keyingi sinf bossam 5-Bga o'tdi. Orqaga qaytishimiz mumkin. Asosiy oynaga qaytishimiz mumkin. Bu yerda qanaqadir xatolik ketgan bo'lsa yoki qaysidir o'quvchi bilmasdan qo'shilib ketgan bo'lsa ham bitta ustiga bosib o'chirishimiz mumkin. Xo'p. Men hozir tayyor faylni saqlashni bosaman, рабочий stolga mana o'zi avtomatik nom berib, algebra birinchisi natijalar deb saqlanitni bosganimda saqlanit bo'ladi. Endi рабочий stolga qaytaman. Mana algebra birinchisi baholari turibdi. Dasturga cheklov qo'yganim uchun hech qaysini o'zgartira olmayman. O'zgartirish imkoniyati yo'q. 3 ta sinf uchun ham yasab berdi. Va pechatga beraman. Pechatga berganimda ham bitta albomni qilib o'zi avtomatik yasab beradi. Bitta listga. Mana to'liq qilib. Bundan ham muammo yo'q. 5-B sinfda ham mana to'liq qilib yasab beradi. 5-B sinfga o'taman. Pechatga beraman. Mana hammasini bittada albomni qilib chiqadigan qilib saqlanit qilib beradi. Bu yerga ballarni kiritish imkoniyati cheklovi bor, chunki dastur misol tariqasida yasaganman. Cheklovni olib tashlab beraman. Agar siz maktabingiz uchun yoki o'sha o'zingiz uchun yasab turmoqchi bo'lsangiz, dastur yasab beramiz. Buning uchun Telegramda ushbu manzilga xabar qoldirsangiz bo'ladi. Guruhga kirib dasturni ishlatib ko'rsangiz bo'ladi. Yana boshqa qo'shimcha savollar, tushunmovchiliklar bo'lsa yozib qoldirsangiz bo'ladi. Xo'p. YouTube kanalimizga obuna bo'ling. Dastur yana ommalashtirib boriladi, qo'shimchalar kiritib boriladi. Savollaringiz bo'lsa berib borishingiz mumkin. Xayr, sog' va salomat bo'ling.